Sevimli yozuvchimiz Ulug'bek Hamdam 1968-yil 24-aprelda Andijon viloyati Marhamat tumanining Yuqori Ravot mahallasida dunyoga keladi. Uning Vatan haqida qo'shiq, Sabo va Samandar, Isyon va itoat, Muvozanat, Ota kabi asarlari kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilingan. Yozuvchining shunday asarlaridan biri Ota romanidir. Ota biz dunyoga kelganimizda eng ko'p xursand bo'lgan zot, qalbi bizga bo'lgan mehr-muhabbati bilan to'lib toshgan insondir. Asarda O'zbekistonning ijtimoiy va siyosiy hayoti, milliy qadriyatlar, oilaviy munosabatlar, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi aloqalar kabi mavzular yoritilgan. Ota romanidagi asosiy g'oya oilaning jamiyatdagi ahamiyatini ko'rsatishdir. Muallif oila orqali millat va jamiyatning barqarorligini, avlodlar o'rtasidagi uzviylikni yoritib beradi. Ota bu shunday asarki, kitobni ochgan zahoti O'tkir Hoshimov ko'z o'ngimizda bevosita gavdalanadi. Chunki asarning 2 sahifasi barcha otalarga bag'ishlanadi degan izhor bilan boshlanadi. Ota obrazining psixologik holatlari, uning farzandlariga nisbatan munosabatlari, ularning tarbiyasi va jamiyatdagi o'rni romanda keng yoritiladi. Ota o'zining farzandlari, ayniqsa oilaning boshqaruvchisi va ta'lim beruvchi shaxs sifatida tasvirlanadi. Ushbu romandagi ota ayniqsa oilasiga bo'lgan cheksiz sevgisi va farzandlarini tarbiyalashdagi mas'uliyatini his qilish orqali milliy qadriyatlarni o'zida mujassam qilgan. Otaning oiladagi holatlarga nisbatan chiqargan qarorlari, uning ichki kurashlari va oilasini saqlab qolishga intilishlari o'zbek oilasining tarbiyaviy va ma'naviy qadriyatlarga sodiqligini ko'rsatadi. O'tkir Hoshimovning Dunyoni ishlari qissasida o'zbek onalari haqiqiy timsol darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, Ulug'bek Hamdamning Ota romanida o'zbek otalarini chinakam umumlashgan timsoli aks etgan. Darhaqiqat, bugungacha milliy adabiyotimizdagi biror asarda ota obrazi alohida namoyon bo'lmagan. Nihoyat, mazkur Ota romanida o'quvchi haqiqiy o'zbek otasi bilan yaqindan tanishadi. Ko'plab kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilingan ushbu Ota romanini siz aziz kitobxonlarga ham o'qishni tavsiya qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.